Islom hayotning hamma jabhalarini qamrab olgan mukammal ilohiy ta'limotdir. Uning mukammalligi barcha zamon va makonlarga mosligi, insonning sof tabiatiga muvofiqligi hamda insoniy ehtiyojlarga mo'tadil yechim bera olishida namoyon bo'ladi. Dinimizning asl manbalaridan anglash mumkinki, islom zulmdan, tajovuzdan va bugungi kunda ekstremizm, radikalizm deb nomlanayotgan buzg'unchilikdan mutlaqo yiroqdir. Balki islom yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishni, insonlarga foyda keltirishni, yer yuzini obod qilishni muhim vazifa deb belgilaydi. Shunday ekan, ekstremizm va radikalizmni hech bir jihatdan islomga bog'lab bo'lmaydi. Chunki bu illatlar haddan oshish va jaholatning oqibatidir. Islom esa haddan oshish va sustkashlikni qoralab, mo'tadillikka chorlagan, jaholatni ayb sanab, ilm olishni farz qilgan ta'limotdir.